Yigit qarovchi zakazi oldi, mana zakaz. Qaysi bir baxtchi o'kanga boramizda ikkita bitta bo'ychechagini atirgul. Aytsa, normalmi? Klient fotoni so'rayapti, foto tashlaylikani. Qarovchi suratga tushirdik. 47 minutmi? Hozir ham 38 minutga plus minus, ya'ni 47 minut ko'rsatdi polibonni. Menga beryapti 1800. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hozirgi momentga koeffitsient chotki normalniy olgan, lekin podalam qo'yganga ham bek koeffitsient zakaz beradi. 84 ili bek 120 koeffitsient bilan keladi. Zakazni yopibdimi? Yo'qkan iloji yo'q. Kim yoptirgandan ko'ra zakazni olib urish kerak-da. O'tirishdan foyda yo'q. Agar qancha zakazni uraversangiz, inshaalloh bir joydan emas, bir joydan chotki koeffitsient bilan zakaz berib qoladi-da. Yotgandan ko'ra ishni qilsa chotki bo'ladi. Mana hozir menga bek koeffitsient zakaz beradi, bir xilmami. Men uni internetga qo'ysam, nima deydi? Prosmotr ishdimi? Olmaydi. Agar qimmatroq zakaz qo'ysa internetga, qanday prosmotr ko'p bo'ladi, ili tipa odamlar shuni xohlaydi. Ya'ni o'ylamaylarki, bizga o'xshagan internetga qo'yadigan videosini odamlar faqat qimmat zakaz. Yo'q, bizga ham qana sizlar qana zakaz bersa, bizga ham shunaqa zakaz beradi. Shuning uchun vechna chiqdingizmi, podalam qo'ying. Kechasi 12 dan bag'i koeffitsient yonsa, mo'rayon qo'ysa, chotki zakaz ursa bo'ladi. 2 soatga 2000-3000 ishlasa bo'ladi. Sog' bo'linglar.